Mana mashinalarni yaxshi mashinalar bebas kelishyapti mashinasi. Ukam. Mana bu Umidni mashinasi. Infinity yaqinda oldi. Narigisi Highland Camry. Bugün geçiyoruz. Mana ukamizdan Samarqandlik ukamiz bor, yaqinda oldi. Yaxshi mashinasi X 7 24 25 yomon emas. 25 ekan. Mana ham tanishqonlik Cadillac yengisi 100 turadi menimcha bu ham. 100 joydan bundan ko'p bo'lmasa 25 million. Mashinalar ko'p. Puling bo'lsa olib yurasan. Istoriya yaxshi, bizni kreditga ham beryapti. Amerikada shuncha yaxshi. Skorosti yaxshi bo'lsa 700 800 atrofida bo'lsa, deboy uy ham olasan, mashina ham olasan. Mana buni yaqinda qurdim mana bu uyni. Mana bu garaj, ko'pdan ko'p ketiladi. Cho'ti ukrainskiy olibdi ko'pini. Bir kun kelsam, so'rashtirsam, yo'q joy qolmadi deydi. Mana bayroqni osib qo'yibdi Ukrainaga. Yaqinlashtirmayapti boshqalarni. Hammasi o'zini Ukrainada ko'p Ukrainlar olgan yigitlar mana bayroqni osib qo'yibdi. Mumkin emas bayroq osish. Tramp anaqa chiqardi. Hech qanaqa Amerikadan boshqa bayroq osilmasin deb. Shtraf. Mana 2 bedroomli, 3 bedroomli luxury ichida anaqasi bor, basseyn tuduzda, trenajyorniy zallari bor. Yomon emas. Mana jigitlarning anaqasi. Bu jigitniki. Bu 1950 jigitniki, ana boshqa jigitniki uy. Bu ham o'zini mana shu garajni rentga beraman deb yozib qo'yibdi antga. Mana shu uydan surishtirmoqchiman. Bilmayman, balkoni qanaqa bir ko'rib kirib chiqay. Agar nima qilsa, cho'nchakka to'g'ri kelsa, 2 xonaligini bosamiz. Mana bog'cha, bolalar bog'chasi mana. Adina, qizim mana bog'cha. Mana shu bog'cha bilan. Mana. Ham mashina ham yaxshi bo'ladi amerikanlar. Jeep Willys. Amerikanskiy Willys. Yaxshi mashina. Atolaga zo'r, deymi? Childilar olib chiqib ketadi.